Bundan oldingi videoyimizda montaj jarayonini ko'rsatganda shu oldi nima bo'ladi deganlarga mana oldiga taraq fasondagi qalinligi 5 santimetrli termopanel qilib berganmiz. Buni hozir bir qator traversing qilishdi. Buni ustidan hali lak bo'ladi do'stlar. Laklangandan keyin vahshiy udar chiqadi. Bu tomonlari уже malyar ishlariga tayyor qilib qo'yildi, ko'ryapsizlar. Hozirda ikkinchi kottejga уже o'tishgan. Ikkinchi kottejga shunaqangi termopanel xuddi shu bilan birga bir bo'ladi, chunki ko'ryapsizlar, bir qator bir xilda ketyapti. Lekin bular tunikafon, hech qanaqa utepleniyasi yo'q. Bu kottejlar esa polni utepleniya bo'lyapti. Hozir mana yana termopanellarimiz keldi, ko'ringlar. Buni qalinligi 3 cm, ustida ham qoplamalari bo'ladi. Polnisi do'stlar, buni ustidan shunaqangi xohlagan rangdagi traversinglaringni qilsalaring ham bo'laveradi. Xo'p do'stlar, bu 100% bitgandan keyin, ikkalasi bitgandan keyin obzorini qilib beramiz. Juda ham boshqacha chiqqan. Termopanellar narxiga keladigan bo'lsak, bu 2 metrga 40 santimetrligi 80 ming so'm. Aynan shunaqa AMK qoplamali. Buni bleskiga o'zlaring e'tibor beringlar. Juda ham boshqacha. Do'stlar, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.